Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kompyuter o'z kanalining a'zolari. Bugungi videoda Windows 7 operatsion sistemadagi rasmlarni ochuvchi dasturni qanday qilib Windows 10 da faollashtirishni o'rgatib o'taman. Xo'p, buning uchun biz Windows hamda R tugmasini bosamiz. Chiqqan oynaga regedit deb yozamiz. Bu yerda bizga sistemni so'rab chiqadigan bo'lsa, bu yerdan dani belgilashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizda mana bunday oyna chiqadi. Bu yerdan mana bu Hey Local Machine degan bo'limni tanlaymiz. Bu yerdan Software degan bo'limni tanlaymiz. Bu yerdan biroz pastga tushib Microsoft degan bo'limni topa olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan biroz pastga tushamiz. Bu yerdan mana bu bo'limni topib olamiz. Ya'ni Windows 7 da aynan mana shu dastur orqali rasmlarni ochar edik. Mana bu yerni bosamiz. Undan so'ng mana bu papkani mana shu yerni bosamiz. Undan so'ng mana bu papkaga kirib olamiz. Bizda mana shunday oyna ochiladi. Bu yerdan mana shu faylni ustiga kelib o'ng tomonni bosamiz hamda izminate tugmasini bosamiz. Shundan so'ng mana bu yozuvni nusxalab olamiz. Endi biz bu yerdan bir nechta rasm formatlarini kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Rasmlar bir nechta formatlarga bo'linadi. Asosan JPEG, PNG, BMP. Biz dastlab JPEG formatini kiritib olamiz. Buning uchun o'ng tomonni bosib, Sozdat tugmasini bosamiz va bu yerdan Strikeway parametr degan bo'limni, ya'ni ikkinchi bo'limni tanlaymiz. Bu yerdan JPEG deb yozamiz dastlab. JPEG formati ham ikki turga bo'linadi. Bu eng ommabop bo'lgan rasm formati hisoblanadi. Asosan telefonlarda rasmga olganimizda mana shu formatda rasmlarimiz paydo bo'ladi. Va bizda mana bunday oyna chiqadi. Mana bu значение degan bo'limga boyaga nusxalab olgan yozuvimizni kiritamiz hamda OK tugmasini bosamiz. JPEG formatini o'zi ikki xil ko'rinishda bo'ladi. JPEG va JPEG formatida bo'ladi. JPEG ni ham yozib olamiz. Uni ham o'ng tomonni bosib, izminate tugmasini bosamiz. Va mana shu значение degan bo'limga mana shu yozuvni qo'yamiz. Endi PNG. Endi biz PNG formatini ham kiritib olamiz. PNG formati asosan logolarni yoki biron bir rasmlarni fondan alohida ajratib chiquvchi bir obyekt hisoblanadi. Mana shunday obyekti bor rasmlarni PNG formatda yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi format BMP formati. Bu format juda ham eski format hisoblanadi, lekin yuqori sifatdagi rasmlar mana shunday formatda bo'ladi asosan. Xo'p, bizda mana bu formatlarni yozib oldik. Mana bu format o'zi bor ekan. Ushbu format ham agar bo'lmasa yozib olishimiz kerak bo'lar edi. Xo'p, endi biz bu oynadan chiqib ketamiz. Uz tugmasini bosamiz. Parametr. Приложение по умолчанию degan bo'limga o'tamiz. Bu yerdan Посмотр фотографии degan bo'limga va biroz pastga tushadigan bo'lsak, mana shu dastur paydo bo'ldi. Mana shuni tanlaymiz. Va bizda avtomatik ravishda endi rasmlar o'sha Windows 7 ni rasm ochuvchi faylida ochiladi. Nima uchun bunday qilganimning sababi Windows 10 ni o'zini rasm ochuvchi programmasi juda ham sekin ishlaydi. Xo'p do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.